Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xi Jinping'nin Şərq Türkistan'a berişi alohida diqqət qo'zg'adi. Şərq Türkistan'da hozirga qadar qattiq ijro qilinib kelayotgan irqiy qirg'inchilikning bosh jinoyatchisi Xitoy Kommunist Partiyasi Markaziy komitetining bosh sekretari Xitoy raisi Xi Jinping bir turkum yuqori darajalik amaldorlarni boshlab 23-sentabr tushdan keyin Urumchiga yetib bordi. Har qatimliq Sharq Turkiston ziyoratida irqiy qirg'inchilik, terror siyosatlarini texmo kuchaytirayotgan Xi Jinpingning bu qatimliq ziyoratimi kuchli diqqat qo'zg'adi. Xinhua agentligi qatorliq Xitoy tashviqot organlari Xi Jinpingning bu qatimliq ziyoratini alohida xabar qilgan bo'lib, uning atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashadiganligi bildirilgan. Mazkur faoliyat 25-sentabr Urumchida o'tkazildi ekan. Xi Jinping Urumchiga Xitoy Kommunist Partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, Xitoy siyosiy kengashining raisi Wang Huning, Xitoy Kommunist Partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Sayji qatorliq yuqori darajalik amaldorlari bilan birga borgan bo'lib, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharq Turkiston xalqi ularni aerodromda daqudunbaq naqshi usullar bilan dag'dug'iliq qarshi elishga o'rinlashtirilgan. Xi Jinping shu kuni tushdan keyin Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini aktiv ijro qilayotgan Xitoy amaldorlari, harbiy xodimlari, diviziya amaldorlari, atalmish vatanparvar diniy zotlar, har qaysi millatlarning vakillari bilan ko'rishgan. Bu jarayonda Xitoyning diniy bostirish siyosatini pardozlashda sodiqlik bilan xizmat qilib kelayotgan Abduraqib Timurniyoz bilan alohida qo'l elishib ko'rishgan. Xitoy tashviqot vositalarida Xi Jinpingning Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh kotibi, Xitoy raisi va Markaziy harbiy komitetining raisi bo'lish sifati bilan markaziy vakillar o'makini boshlab atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligini tabriklash faoliyatiga qatnashishining Xitoy va Kompartiya tarixidagi tunji qatimliq ish ekanligi, buning Xitoy rejimining atalmish Xinjiang xizmatiga yuqori darajada ko'ngil bildirganligini namoyon qildiganligi da'vo qilingan. Xi Jinping huquqni egillagandan buyon Sharq Turkistonga bir necha qatim ziyoratga borgan bo'lib, har qatimliq ziyoratida Sharq Turkistondagi bostirish texmi yuqori darajada ko'tarilib mangmoqda. Jumladan Xi Jinping 2014-yili Sharq Turkistonga berib, bir qism buyruqlarni bergandan keyin Sharq Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilik, jumladan keng ko'lamda jazo lageriga qamash jinoyati tez sur'atda umumyuzlik ijro qilinishga boshlagan edi. Aradan 8 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2022-yili 7-oyda Xi Jinping Urumchini tuyuqsiz ziyorat qilib, irqiy qirg'inchilik siyosatining kutkunidek ijro qilinganligini ta'kidlagan edi. Bir yil o'tib 2023-yili avgust oyida Xi Jinping Urumchiga yana bir qatim tuyuqsiz berib, irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan edi. Gerçi Xitoy tashviqot vositalari Xi Jinpingning bu qatim atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashish uchun Urumchiga borganligini alohida tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, uning Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga aloqador turli yo'l yo'riqlarni beradiganligi mo'ljallanmoqda. TikTokning Amerikadagi uchur ambirini boshqaradigan shirkat aniq bo'ldi. Uzundan buyon Amerika bilan Xitoy o'rtasida talash tortish qilinib kelayotgan TikTok masalasi oxirlashish bosqichiga kelgan bo'lib, Trumpning bu hafta aloqador kelishimga imzo qo'yadiganligi bildirildi. Amerika ovozining aloqador xabarida qayd qilinishicha, Oqsaroyning axborot ishlari kotibi Caroline Levitt 22-sentabrdagi bayonotida Amerika prezidenti Donald Trumpning bu haftaning oxirida TikTok to'g'risidagi kelishimga imzo qo'yadiganligini, TikTok appdetalining algoritmining Amerika tarafidan boshqariladiganligini, ByteDance shirkatining bu jihatda kontrolligi bo'lmaydiganligini e'lon qilgan. U prezident bu haftaning oxiridagi ma'lum vaqtda bu kelishimga, ya'ni rasmiy kelishimga imzo qo'ydi. Mazkur kelishimdagi shartlarga asosan TikTokning ig'dorchiligida amerikalik mablag' solg'uvchilar ko'p sonliqni egallaydi va keng doiralik davlat bexatarligi va tor bexatarligi salohiyatiga ega boshqarish hay'ati tomonidan kontrol qilinadi degan.
Uning oshkorlashicha 2020-yildan boshlab TikTokning Amerikadagi sonliq ma'lumotlarini saqlab kelgan Oracle shirkati bundan keyin Amerika hukumati bilan hamkorlashib TikTokning ishonchlik bexatarlik ta'minlovchi sifatida xizmat qiladi ekan. Va TikTok supasidagi barliq amerikalik ishlatuvchilarning bexatarligi va sonliq ma'lumot bexatarligini mustaqil nazorat qiladi ekan. Xitoyning bu sonliq ma'lumot ombiriga kirish huquqi bo'lmaydi ekan. Caroline Levitt bu kelishimning summasining qanchalik ekanligini bilmaydiganligini, lekin bu tarixiy kelishim natijasida TikTok igidorchilarining kelgusi 4 yilda Amerikada 178 milliard dollarga yetadigan iqtisodiy faoliyat yaratadiganligini bildirgan. ByteDance shirkati TikTok supasining Amerikadagi mulozimatini xohlagan bir Amerika shirkatiga setib berishi, aksicha bo'lganda bu yil 19 yanvarda Amerikadagi tijoratining to'xtatilganligi Amerika hukumati tomonidan bekitilgan bo'lsa-mu, Prezident Trump bu muddatni ko'p qatim kechiktirgan edi. Trump 19-sentabr Oqsaroyda TikTok masalasi haqida to'xtalib, Xi Jinpingning TikTok haqidagi kelishimga qo'shilganligini bildirgan edi. Erdoğan va Trump G'azza yig'inining intayin unumli va muvaffaqiyatli bo'lganligini bildirdi. Trump musulmon rahbarlar bilan o'tkazilgan yig'inning intayin muvaffaqiyatli bo'lganligini, Erdo'g'an bo'lsa qisqa vaqt ichida birlashma xitobnoma e'lon qilinganligini bildirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Amerika prezidenti Donald Trump va musulmon rahbarlar bilan o'tkazilgan G'azza yig'inini intayin unumli va ijobiy bo'ldi dedi. U Nyu-Yorkda muxbirlarga so'z qilganda yuqorqi so'zlarini bayon qildi. BDT bosh shtabida o'tkazilgan 80-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi yig'inida Trump bilan o'tkazilgan bu boshliqlar uchrashishi tinchlik va fuqarolarni qo'g'dash yo'lida amaliy qadamlarning tashlanishiga yo'l ochamdi degan savolga Erdo'g'an qisqa vaqt ichida birlashma xitobnoma e'lon qilindi. Prezident Trump va Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamid Al-Sani e'lon qilgan bayonotlar bilan bu oqshomgi yig'inning xitobnomasi o'tirg'a chiqdi deb javob berdi. Trump muxbirlarga yig'inning intayin muvaffaqiyatli bo'lganligini aytib, muhim musulmon davlatlarning qatnashganligini ta'kidladi. Trump bu haqda biz G'azza to'g'risida intayin yaxshi yig'in o'tkazdik. Isroiliyadan boshqa barliq muhim davlatlar qatnashgan nihoyatda muvaffaqiyatli yig'in bo'ldi. Hamda Isroiliya bilan o'tkazilgan yig'in bor. G'azza masalasiga hal qilish chorasi topalaydiganligimizga ishonaman. Cho'ng rahbarlar bilan intayin yaxshi bir yig'in o'tkazdik dedi. Trump o'z navbatida keyingi bosqichlik yig'inlarga Isroiliyani qatnashtirish mumkinchiligini o'tirg'a qo'ydi. Amaldorlar yepiq shaklda ochilgan yig'inning natijasi to'g'risida boshqa uchur bermadi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.